Mana bermayapti. Nima deyapsiz? Mana bermay, qabulga kirgizmayapti viloyat. Berishyoqda qanchalarga? Bermadi. Bermayapti mana. Qabulga kirib. Bersin. Yo'q. Mana biz kirmagan edi. Qabulga kirish. Bering hozir. Nimaga? Bering hozir bering kiramiz biz hozir. Qabulga kirish. Ha, kirmaganmiz biz. Nima bo'ldi o'shanda? Nimaga kirmadi? Hal qilmadi. Xo'p, nimaga? Shaharga olib kirib turib, shaharda aldab chiqarib olishdi. O'qib bo'ldingiz. Hozir Yo'q, biz kiramiz. Bering. Qarang mana. O'qib bo'ldi bizning qog'ozimiz. Mana qog'ozimiz o'qib bo'ldi. Bermayapti, kirgizmayapti bizni viloyat qabuliga. Qo'lib chiqarib olmayman, qo'limni ostida aytib qo'ying. Qamalsam qamalib ketay. Umuman bering qog'ozni. hozir o'qiymiz. Chiqsin. Yo'q, bering hozir kirgizing bizni. Yana O'qib chiqadi. Sayr qabulda hech kimni qo'yishmayapti. O'tgan qabulda kirgandi. Yo'q. Qaranglar, 10 ta o'qiymiz, familiyasi chiqqanlarni olib kiramiz, hamma kiradi. Lekin eshitinglar opalar. Familiyasi yo'qlar, yurmanglar orqadan. Ey opa. Aytingchi qayerda bo'ladi? Hojoni aldi edi, pastayanni aldi edi. Haqiqat bormi? Yo'qmi? Yo'q, haqiqat bo'ldi. Men ham haqiqatni qilmayman. Yangi yilda Oq uyda kutamiz. Oq uyda kutamiz yangi yilda. Bolar yaxshimi? Baqir chaqirishim bilmasa Melisani chaqirishadi. Chaqiraversin. Yozyapti. Yo'q. Chiqamiz bular. Gapirish kerakmi Feruza opa? Bo'ldi, kirib chiqdingizku, xo'p deyapti. Yo'q, hozir yo'q demayapti. Nima qilishimiz kerak? Mana yo'q, chiqarib hozir o'zi yutibga ham chiqaramiz, prezidentning nimasiga ham tashlab beramiz. Tek qo'y, qochib tur, kirgizmasin. Sovuqqa chiq deyapti bizni. Davay, kim sovuqqa chiqar ekan, bir ko'raylik. Mana. Mana. Mana bo'lish kerak, ro'yxatdan o'tib kiring deyilyapti sizga. Men yozdirganimga 2 oy bo'lyapti. Ko'ray bo'lyapti, o'janchiga qilayotganlar qani endi? Qani? Masalan, meni Yozilsin deb chaqirdik xolos. hech kim chiqmaydi sovuqda. Turamiz mana shu yerda. Qani